Hurmatli obunachilar, mana yonishini ko'raylik-da, mana zangori olov. Akalar. Bu va isish holati mana kitobi deydi. Akalar. Mana. Bu bunker ekan mana. Akalar, bunga o'tin-potin emas, ko'mir tashalar ekan bunga. Ko'mirni ham maydasi, xokasi tashaladi. Ha, akasi bu. O'sha ham nimasi endi bu? Bumi? Ha, bu. Bu farosati bo'ladi bu. Bu ya? Ha, insonni o'zini miyasi, kallasi bo'lganda buni ham katta o'limiz ham miyasi shu bo'ladi. Aqllisini eshitib. Aqllilar, ha, shu bu farosati bu. Ya, farosat. Ha, farosati. Aqllisi emas bu. Bu miyasi bu. Sekundi, minuti surib berishi, sekundi, minuti yoqib berishi. Tanishtirib. Mabodo tiqilib qolsa, mana bu ichidagi ko'mirimiz tiqilib qoladigan bo'lsa, favqulodda. Bu tutab ketmaydimi-ki? Mana tutamaydi. Bu yerda mana o'zini plankalarigacha qo'yganmiz. Xudo xolasa o'ziga totib oladi. keyin olib chiqib ketadi. Kerak olib chiqib ketadi qo'shib. Hop, bu ventilator tizimimiz, buni pasaytirib balandlatsa bo'ladi. Bunimiz gradusni o'yimiz. Mana yozib 70 ga qo'yganmiz, ko'rishlari mumkin. 66-70 bo'lyapti. Yana 72 o'chadi. O'zi shunday uxlab qoladi. Inson uxlaydi-yu, dam oladi. Bu ham dam oladi. Shu. Xullas dam bunga deydi. Endi bularimiz mana rashtini baki bor. Hop, manonimiz mana padachi ketgan, qizilda. Isishi zo'r hozir. Isishi gap yo'q, isishiga u gapirib bo'lmaydi isishini. Bunimiz obраткasi qaytyapti. Nimalarni ishlaydi? Bunisi endi mana 3-4 kunda bir mana bu ko'rsatib o'taylik. Mashitlarimiz to'lib qoladi bu. Kitob varianti-yu bu. Shunda har kunimi? Yo'q. Bir oyda bir ham bo'laveradi. Bir haftada bir ham bo'laveradi. Endi u ko'raylik yana bitta. Ana. Bitta ko'ringlar. Kuyib ketmasa yetar. Endi buni nima desa bo'ladi? Balandlatib ko'rsatayotganim sababi bu videoga olinyapti. O'zi asli o'shana qilib qo'ysak ham bo'laveradi, lekin video egalari sipetyapti. Sipetishyapti. O'shaning uchun hozir ana o'chdi. Ko'rsating. O'zi o'chdi hozir. O'chdi, mana uxladi. Uje uxladi dedi-yu. Motor hamma yo'q o'chadi. Hamma yo'q o'chadi, faqat sirkulyatsion nasosimiz yonib qoladi. Chunki buni ichida suvni aylantirib berish kerak. Ichkariga 3 ta radiator qo'yganmiz, 3 ta xonaga. Aylantirib turaveradi.